Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada men Nigora Karimboyeva barchangizga sihat salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Hurmatli tele tomoshabinlar, ko'pchilikka ma'lum qizamiq o'tkir virusli yuqumli kasallik hisoblanadi. Lekin bu kasallikni oldini olish imkoni bor. Ya'ni emlash orqali uni keng tarqalishini to'xtatish mumkin. Agar vaksinatsiya vaqtida amalga oshirilmasa, kasallik og'ir oqibatlarga olib kelishi ham kuzatiladi. Demak, bugun qizamiq kasalligi va uni asoratlari haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyamizga malakali mutaxassislarni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, o'rningizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlar bilan tanishing. Baxtiyor Umarov, Bolalar Milliy tibbiyot markazi direktori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori. Komila Mutalova, 30 yillik tajribaga ega shifokor pediatr, neonatolog. Javlonbek Obidov, shifokor reabilitolog. G'iyosiddin Qo'ziboyev, shifokor nevrolog. Hurmatli tele tomoshabinlar, xasta bo'lmang jonli efirda. Savollaringiz bo'lsa, bemalol studiyaga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislar javob berishga harakat qilishadi. Agar tusha olmasangiz, Telegram chatimiz ham sizning xizmatingizda. Va birinchi savolim, qizamiq qanday kasallik va bu kasallikni oldini olishda vaksinani ahamiyatiga qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Qizamiq o'tkir infeksion kasallik hisoblanib, u havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Va aksariyat holatda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga yuqadi va ularda bu nogironlik yoki o'lim bilan xavfi bor. Shuning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan 13 xil emlashlarning ichida qizamiqqa qarshi vaksina o'zini alohida o'rniga ega va u bolalarni 1 yoshida va 6 yoshida qilinadi. Ba'zi holatda, epidemiologik holatda, inobatga olgan holatda navbatdan tashqari emlash joriy qilinishi mumkin. Bu 6 oylik bolalardan katta bolalarda qilinadi. Bu agar shu qizamiqqa qarshi vaksina haqida gaplashadigan bo'lsak, bu tirik vaksina. Kuchsizlantirilgan tirik vaksina. Bu viruslarni kuchsizlantirilgan, u kasallik chaqirishga qodir emas, lekin tirik u. Va ularni hammasini yig'ilgan holatda shu KPK, ya'ni paratit krasnuxa, ya'ni qizamiq, tepki va qizilcha ko'rinishida kombinatsiyalangan holatda bolajonga ukol tariqasida qilinadi. Bu ukol yoki kurak tagiga qilinadi yoki bo'lmasa yelkani mushak orasiga qilinadi. Keling, savolni boshqacha bersam, qizamiq deb aslini olganda, masalan, yoshligimizdan bizni qo'rqitishardi-da, chunki yosh bolalarda har qanday proses og'irroq kechadi. Bu kasalliklar, mana siz aytganingizdek, juda ham og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Keling, bo'lmasam oldin belgilaridan boshlaylik. Mana onalar birinchi bo'lib nimaga e'tibor beradi? Belgilar darhol ko'rinadimi yoki ular deylik qanchadir vaqt o'tgandan keyin namoyon bo'ladimi? Qanday belgilari bor qizamiqni? Bolalarda o'tadigan kasalliklarni qiyinchiligi shundaki, ko'pgina kasalliklar bir-biriga shu qadar o'xshaydiki, ularni bir-biridan ajratish biroz mushkulroq. Buning uchun albatta mahorat kerak, albatta tajriba kerak va albatta bilim kerak. Xususan qizamiq haqida gaplashadigan bo'lsak, qizamiq havo tomchi yo'li orqali yuqqani uchun biz uni hattoki qayerdan kelib qolganini ham bilmay qolamiz. Chunki kasallik yashirin davrida bolajon u bilan kontaktda bo'lgan bo'lsa, demak bolajonda bu narsa 2 kundan 20 kungacha
qayd etilib unda namoyon bo'lishi mumkin. Albatta buni klinikasiga keladigan bo'lsak, bolajonda temperatura yuqori darajada bo'ladi, bu 39-40. Bolajonning ahvoli nihoyatda yaxshi emas, bolajon holsiz, ishtahasi yo'q, yotoqchilaydi, o'yinchoq o'ynamaydi, birov bilan aloqaga, muloqotga kirmaydi, ko'zi yiringlashni boshlaydi, yo'tal boshlanadi, burnidan yiringli oqmalar oqishi boshlaydi va temperatura muntazam 39-40 bo'lib turaveradi. 5-6 kunga borib toshma toshishni boshlaydi. Bu toshmalar butun badanda bo'ladi va ular bir-biri bilan qo'shilib ketuvchi xarakterga ega. Demak, alohida bo'lmaydi-da, to'planib. Ha, buni enterovirusdan farqi shundaki, enterovirus temperatura bo'lib turib, unda toshmani, raziolani agar misolda ko'radigan bo'lsak, raziola temperatura tushgandan keyin raziolani toshmasi chiqadi. Lekin qizamiqda bu toshma chiqqandan keyin ham temperatura o'z joyida, o'z yomon ishlarini qilishi davom etaveradi. Demak, toshma toshgandan keyin ham bolajonning temperaturasi 39-40 bo'lib turaveradi. Temperatura shu qadar kuchli bo'ladi va uzoq davom etadiki, bu bolajonning sillasini quritib tashlaydi. O'shaning uchun bolajon holsiz bo'ladi. Bu 7-10 kunni o'z ichiga olishi mumkin. Va 5-7 kunga yo'tal qo'shiladi. Biz o'sha paytda keyin biz buni qizamiqligiga taxmin qilib yoki bo'lmasa kerakli o'sha chora-tadbirlar yoki laboratoriya analizlarini tekshiruvdan keyin bu narsaga ishonch hosil qilamiz. Turkum analizlar bor bu narsani tasdiqlaydigan. Undan keyin shunga yarasha davo chora-tadbirlarni o'tkazamiz. Demak, belgilari juda ham yorqin ekan. Ota-ona uni birpasda ko'radi va albatta shifokor pediatrga murojaat qilishi mumkin. Endi vaksina mavzusiga qaytamiz, chunki aynan mana shu kasallik dunyoni har bir burchagida eshitib qolamiz, ijtimoiy tarmoqlarda, televizion ko'rsatuvlarda, u davlatda vspышка bo'libdi, bu davlatda. Bu hammasi vaksinaga bog'liqmi? Agar vaksina vaqtida olinsa, ya'ni o'sha masalan ko'rsatilgan reyestr vaksinatsiya vaqtida o'tkazilsa, bunday holatlar bo'lmaydimi? Yana o'zi vaksina nima? Bu har bitta virus birinchi marta hayotda paydo bo'lganida organizmda kuchli asoratlarga olib keluvchi holatlar chaqirishi mumkin. Vaksina virus paydo bo'lgandan keyin undan ajratib olib, o'sha xasta bo'lgan bemordan ajratib olinadi va keyin olib kelishi mumkin bo'lgan og'ir yoki yomon asoratlarni oldini olishga ishlatiladi. O'sha qizamiq 1933-yillar, ya'ni o'sha 20-asrning boshlarida birinchi paydo bo'lgan va keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. O'sha paytlar vaksinalar bo'lmagan va bu og'ir asoratlarga birinchi marta olib kelingan va qayd qilingan hisoblanadi. O'sha vaksina nima? Har bitta virus yoki tashqaridan tushadigan mikroorganizm organizmga kelajakda olib kelishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlarni inobatga olingan holatda organizmga yod bo'lmasligi uchun o'sha xuddi shifokorimiz tushuntirib o'tganlaridek o'sha kuchi kamaytirilgan tirik vaksina hisoblanadi deyildi. Organizmga tushgandan keyin keyingi marotaba agar bu tashuvchi orqali organizmga o'sha qizamiq virusi tushadi, qo'zg'atuvchi virus tushadigan bo'lsa, organizm uchun yot hisoblanmaydi, ya'ni vaksinasini o'z vaqtida olgan bo'lsa va bu organizmga begona bo'lmaganligi uchun organizmda tashqi belgilar paydo bo'lishi mumkin va organizmda immunitet bu virusga nisbatan immunitet bo'lganligi uchun kelajakda og'ir asoratlarga olib kelmaydi, belgilarni namoyon qiladi va organizmda immunitet bo'lganligi uchun bu virusga qarshi kurasha oladi hamda kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlar bemorlarda kuzatilmaydi. Hozir juda ham bir ajoyib bir hodisalarga, bo'layotgan suhbatlarga guvoh bo'lib qolamanda, ayniqsa yosh ota-onalar, o'qimishlilar ham bor ichida. Yo'q, biz vaksina olmaymiz, chunki bu tabiiy proses, bolajonim o'zi kurashishni o'rganish kerak, uni immun sistemasi kurashishga o'rganish kerak deya juda ham ko'pgina vaksinalardan voz kechishyapti. Bu qanchalar to'g'ri? Chunki mana hozir siz aytayotgan gaplardan xulosa qilyapmanki, agar o'z vaqtida olinmasa, juda ham yomon asoratlari qolishi mumkin, hattoki bolasiz qolib ketishi mumkin insonlar. Tashkiliy masalasiga nigoh man to'xtalib o'taman tashkilotchi sifatida. Har bitta O'zbekiston emlash dasturi o'sha butun jahon o'sha VOZ tashkilotini tavsiyasiga asosan bizda ham reja ishlab chiqilgan va shu reja asosida bolamiz tug'ilganidan boshlab vaksinatsiya jarayonlari butun hayot davomida davom qiladigan vaksinatsiya. O'sha biz
mavsumiy o'sha grippga qarshi yoki gepatitga qarshi o'z vaqtida vaksinalar olib boriladi. Odamzod o'sha tug'ilgandan boshlab to umrining oxirigacha mavsumiy va rejali vaksinalardan foydalanib boriladi. Bu borada o'sha ota-onalarimizga hech qanday shubha qolmasligi kerak va rejalashtirilgan rejali vaksinalarni o'z vaqtida olib borish kerak. Sababini aytaman. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi har bir vaksinani rejali ravishda tasdiqlagan buyruqlari bu o'sha VOZ tavsiyalariga binoan ishlab chiqilgan reja asosida qilinadigan o'z ijobiy tajribasini bergan vaksinatsiya dorilaridan iborat o'sha vaksinalardan iborat rejali emlash dasturlari ishlab chiqilgan va har bitta O'zbekistonga olib kelinadigan rejali emlash vositalari bu jahon tajribasida sinovdan o'tgan va o'zining faqat ijobiy natijalarni beradigan preparatlardan O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi foydalanadi. Manigina qo'shimcha qilmoqchi edim hamkasbim fikrlariga shu antivakserlar to'g'risida gap ketar ekan. Umuman olganda tibbiyotda yoki meditsinadagi qilgan ixtirolardan buyuklardan biri bu emlash. Buyuklardan biri emlash. Zotan bolajonlar populyatsiyasida o'limni keskin kamaytirgan narsa bu vaksinatsiya bo'ladi. Chunki bolajonlarni o'sha bular 33-yil dedilar, o'sha 33-yilgacha bo'lgan bolalar yoki penisillinni chiqishi o'sha ixtirosigacha bo'lgan 28-yilda Fleming tomonidan bo'lgancha bolajonlar populyatsiyasida o'sha segmentda o'lim darajasi juda balon edi. Mana shu agar xususan shu biz qizamiq vaksinatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, 1963-yilda Amerika mikrobiologi bu vaksina, ya'ni qizamiq, paratit va qizilcha kombinatsiyasidagi vaksinani u ixtiro qilgan. 68-yilda bu SSR davlatida bu bizning bolajonlarimizga qilishni boshlashdi va bu faqat bir martalik vaksina edi. Tekshiruvlar, natijalar va kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bir martalik vaksina 95%gacha, 93-95%gacha himoya berar ekan. Lekin uni 100%gacha yetkazish uchun yana bir karra vaksina qilishi yo'lga qo'yildi. Hozirgi davrda 2 karra vaksina qilish 87-yildan joriy qilindi. Xususan O'zbekistonda ham shunaqa. Demak, 1 yoshda va 6 yoshda bo'ladi. Men shu ekran orqasida o'tirgan hamyurtlarimga shuni aytmoqchi edimki, hozir ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa informatsiyalar ko'p va bu juda yaxshi bir tomondan, lekin ba'zi holatlarda insonlarni noto'g'ri fikrga borishi va buni xulosa qilib olishligiga sabab bo'ladigan noto'g'ri informatsiyalar ko'p. Va antivakserlar, ya'ni vaksina olmang, vaksina olsangiz ham, olmasangiz ham baribir bola kasal bo'ladi yoki bo'lmasa vaksina olmasdan odam o'zi kasal bo'lib o'tsa to'g'ri bo'ladi deyishadi. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin buni orqasida o'lim yotibdi. Buni orqasida nogironlik yotibdi. Xo'p, o'zi kasal bo'lib o'tsa bolajon nogiron bo'lib o'lib ketishini oldini olamiz. Biz o'sha tirik vaksinani qilgan oslablenniy, ya'ni kuchsizlantirilgan vaksinani organizmga kirgizganimizdan keyin bolajon mabodo kasal bo'lsa ham shu bilan yengil o'tadi yoki butkul kasal bo'lmaydi shu kasallik bilan. Mana vaksinani foydasi va uni manfaati bashariyatga mana shunda. Shuning uchun men chorlardimki xalqimizni har xil fikrlarga, har xil o'tda-betda gaplarga ishonmasdan mutaxassisga murojaat qilishsin. Biz mutaxassislar bir yoqadan bosh chiqarib hammani vaksina olishga chorlaymiz va kelajakda mana o'zligi xabarligi bor, panensefalit, skleroz yurishi panensefalit holatlari mana 3-4 yildan keyin yana takrorlanadi. Shu namoyon bo'lyapti. Kasallikdan keyin namoyon bo'lyapti. Mana mashalarni oldini olish uchun albatta vaksinatsiya qilish kerak va bundan qo'rqish kerak emas. Tashakkur. Muxlislarimizdan kelgan savollar: farzandim 3 yosh, hali qizamiqqa qarshi emlanmagan, nima qilishim kerak? Emlashni endi olsak bo'ladimi deb so'rabdilar. Albatta olsalar bo'ladi. Aha, o'g'lim 8 yoshda qizamiqqa qarshi ikkala emlashni ham olgan, lekin o'tgan yili qizamiq bo'ldi va og'ir o'tkazdi. Hozir tuzalgan. Aytingchi, qizamiqqa qarshi emlash olgan bolalar kasallikni nisbatan yengil o'tkazishmaydimi? Mana hozir aytib o'tdingiz-ku. Nimaga bunday sabab? Nima sababdan bunday holat bo'lgan? Bu biz hozir onajonni subyektiv fikrlari bilan qo'limizda informatsiya faqat shu. Uni tarixini, kasallik tarixini bilmaymiz. Bolajonda qanaqa kasallik o'tgani biz tepasida guvohi emasmiz. Buni mutaxassis faqat bahola oladi. Umuman olganda onajonlarga, bujonlarga doim bolajon juda ham kasal yoki
ovqat yaxshi yemayapti yoki ozib ketdi, shunaqa subyektiv qanaqadir fikrlari bor. Umuman olganda privivkani 2 karra olgan bo'lsa, bolajonda bu kasallik takrorlanishi kerak emas. 97-96% gacha bu kasallikdan himoya bo'ladi. Agar u laborator tasdiqlangan bo'lsa, bu bo'ldi degan bo'lsa, demak, qayerdadir individual, bu organizm hammamizda individual. Va bu o'zgacha bir reaksiya bergan bo'lishi mumkin. Lekin mana bolajonlari sog'lom, yonlarida yuribdi. Bu nur ustiga a'lo nur. Hozir mana reaksiya deyapmiz. Ba'zi hollarda eshitib qolamanki, onajonlar sal shamollagan bolalarini yoki qandaydir boshqa xastaliklarni boshdan kechirayotgan bolalarni ham emlashga olib borishadi. Balki ana shunday jarayonlardan keyin mana shunday natija kelib chiqar. Nima deysiz? Qay holatda bolalarni emlashga olib kelish mumkin emas? Nimalarga e'tibor berish kerak? Bolajonlarni emlash uchun o'ziga yarasha qarama-qarshi ko'rsatmalar bor. Ya'ni birinchi navbatda men umuman vaksina haqida, umuman emlash haqida gapiraman. Faqat qizamiq vaksinasi uchun emas. Bolajonlarda shamollash alomatlari, ya'ni kuchli yo'tal, kuchli burun oqish, kuchli tomoq qizarish, temperatura 38 dan yuqori bo'lgan va bolajon o'zini yaxshi sezmagan holatda vaksinatsiya qilish vaqtincha chetlatiladi. Bolajonda progressiruющий, ya'ni jadallashgan nevrologik simptomatika bo'lsa, u vaksinatsiya olishdan vaqtincha chetlatiladi. Tirik vaksinatsiyalarni qilish uchun qarama-qarshi ko'rsatma bu birlamchi va ikkilamchi immunodefitsit holatlari va VICH kasalligi. VICH virusi. Bolajonda agar VICH virusi bo'lsa. Mana shu holatlarda bolajonni vaksinatsiya qilishga biz shoshmay turamiz. Demak, bolajonni deyarli yoki mutlaq sog'ayib ketgandan keyin biz vaksinaga ruxsat berishimiz mumkin. Tashakkur. Yoshim 31 da bolaligimda qizamiqqa qarshi emlash olmaganman. Hozir 7 oylik homiladorman. Homilam 11 haftaligida qizamiq bo'lib qoldim. Hozir tuzalganman, ahvolim yaxshi. Qizamiq tug'ilajak farzandimda hech qanday asorat bermaydimi deb so'rabdilar. Bu yerda ko'proq tashkiliy masalaga e'tibor qilamiz. Homilani skrining markazlarida kuzatib borish kerak. Agar homilada biror belgi yoki o'sha o'zgarishga olib keladigan bo'lsa, dasturli skriningdan o'tkazgan holatda unda olib kelishi mumkin bo'lgan asoratlarini ko'rishimiz mumkin. Bu onamizga, ya'ni o'sha homilador ayolimizga beradigan tavsiyamiz, rejali skriningdan qolmagan holatda aniq yaxshi skrining markazida skrining o'tib turishlarini tavsiya beramiz. Hozir qarang, mana nimagadir men qizamiq faqat yosh bolalarda bo'ladi deb o'ylardim. Demak, informatsiya noto'g'ri ekan. Demak, yosh kattalarda ham bo'ladi. Informatsiya noto'g'ri degani emas. Endi har bir organizmda individual xususiyati bor. Har bir organizmda individual xususiyati bor. Bu butun dunyoda o'zi hech nima absolyut emas. Absolyut emas. Bu ko'p kuzatilgan va ko'pchilikda kuzatiladigan holatdan jamlangan holatda nisbiy ma'lumotlar yoki tavsiyalar beriladi. Yo'q, bir savol tug'ildida, qarang. Agar qizamiqqa qarshi vaksinatsiya olgan inson mana katta bo'lib homilador bo'lyapti. Vaksina olgan bo'lsa ham kasal bo'lyaptimi yoki aynan mana shu bemor vaksina olmaganligi uchun kasal bo'lyaptimi? Adashmasam, savollaridan men bolaligimda vaksina olmaganman va hozir homiladorman. Lekin teskari aksi ham bo'lishi mumkinmi demoqchiman. Bu xuddi boya aytganimda har bir organizm individual xususiyatiga ega. Bu birovda kuzatilmagan holat boshqada ham kuzatilmaydi degani emas. Har bir organizmning o'ziga xos xususiyati xuddi barmoq izlari kabidir. Birovniki boshqa organizmda takrorlanmaydi. Absolyut tibbiyotda absolyut ma'lumotlar yoki absolyut holatlar kuzatilmaydi. Bu bitta guruh doirasida kuzatuvlar natijasida xulosa qilinadi va shifokorlar o'sha randomizirованный исследованиялар orqali o'z tavsiyalarini e'lon qilishadi. Bu absolyut holat emas. Guruh, kuzatuv guruhi ostidagi ko'pchilikda kuzatilgan ma'lumotlar yig'ilib, yig'ma ma'lumotlar shaklida tavsiyalar chiqariladi. Demak, yoshi katta insonlar ham, hattoki qariyalar ham agarda o'sha individuallikni inobatga olsak, qizamiqqa duchor bo'lishi mumkin. Boyagi aytganimdek, o'sha 2 karra qilingan vaksinatsiya insonlarni 96-97% gacha himoya qiladi. Demak, 3% insonlarda o'sha individuallik ustuvor bo'lib, o'sha odamlarda balki qaytalanish bo'lishi mumkin. 3% bu 100% ichida juda
kichkina. Bashariyat agar jamiyatni miqyosida, insonlarni, xalqni, bolajon populyatsiyasini miqyosida oladigan bo'lsak, bu kichkina. Hozir tibbiyot shu darajaga yetgan, undan ortig'i yo'q hali. Faqat hozir shu bilan ishlab turamiz. 97 ham juda ham katta natija. Tashakkur. Qizim 1 yoshligida qizamiq bo'lib qoldi. Hali qizamiqqa qarshi emlash olmagandik. Davolatdik, tuzaldi. Qizamiqqa qarshi emlashni endi olsak bo'ladimi yoki foydasi yo'qmi? Bir marta qizamiq o'tgan bo'lsa, bolajonda butun umrga mustahkam immunitet hosil bo'lgan bo'ladi. Agar u laborator tasdiqini topgan bo'lsa, demak boshqatdan emlash olish shart emas. Lekin u faqat qizamiq oldi. Bizda qizamiqni yonida yana ikkita kasalligimizga vaksina bor. Bu tepki va qizilcha. Demak, tepki va qizilchani olish kerak. Agar u ayri holatda vaksina bo'lmasa, qizamiq bilan birga olsa bo'ladi. Bolajonda hosil bo'lgan antitela kirgan живая vaksina o'sha KPKni antitelalarni blokirovать qiladi va bolajonda kasallik chaqirmaydi. Tashakkur. O'g'lim 1,5 yoshda qizamiqqa qarshi emlash olganmiz. Hozir qizamiq kasalligi bilan kurashyapti. O'g'limni emazaman. Men ham parhez qilishim kerakmi? Endi ona suti bilan boqiladigan bola ona har doim parhezda bo'lishi kerak. Sababi o'zi har bitta sog'lom hayot xohlaydigan inson tavsiya qilingan sog'likka yomon ta'sir qilmaydigan oziq-ovqatlar bilan o'z vaqtida yetarli miqdorda oziqlanib borish tavsiya qilinadi. Parhez deganda o'sha kasal yoki bemorligidan kelib chiqib parhez to'llari ishlab chiqilgan, o'sha mutaxassislar tomonidan tavsiya qilinadigan, lekin homilador yoki emizikli ayollarda qilinadigan tavsiyalar asosida ovqatlanadigan bo'lsalar, bolalariga o'sha ona suti orqali o'tishi mumkin bo'lgan kerakli va yetarli darajada mikroelementlarni oladi va keragidan ortiqchasi onaning ovqatlanishi natijasida bolasiga o'tishi mumkin bo'lgan holatlardan saqlaydi. Ya'ni bolani o'sha injiq bo'lib qolishi, qornidan bo'lib qolishi, ichi ketdi bo'lib qolishi yoki ichi qotishi, bola faqat ona sutidan oziqlanadigan bo'lsa, o'sha ona suti orqali o'tadigan mikroelementlar foydali va zararli holatlarga olib kelishining oldi olinadi. Emlashdan tashqari qizamiqni oldini olish uchun yana qanday qo'shimcha choralar bor? Emlashdan tashqari bolajonlarni, insonlarni ko'p yig'ilgan joylarga kamroq olib borish kerak. Ya'ni emlash olmagan bolalarni zich bo'lgan odamlar yig'masi, to'ylarga, qanaqadir marosimlarga, konsertlarga, shularga olib bormagan ma'qul. Shuning uchun bolajonlarni emlash, e'tibor bersanglar, shu birinchi 1 yoshligida asosiy vaksinani olib bo'ladi bolajon. Undan keyin bemalol jamiyatga bemalol, masalan, shu kollektivga kirishi mumkin. Bog'chaga boradi, maktabga boradi va hokazo. O'sha tashkiliy masalasini inobatga oladigan bo'lsak, bolalarni har doim yoshiga nisbatan tavsiya qilinadigan holatlar aniq bor. Biz nimanidir o'ylab topib o'sha velosiped ixtiro qilishimiz kerak emasdi, chunki velosipedlar, turli velosipedlar o'sha ixtiro qilib bo'linganda, mana bolani yoshiga nisbatan tavsiya qilinadigan holatlar bor. Misol uchun bolani to'yga olib borish kerak emas. Uni nafaqat odamlar yig'ilgan joydan asrab qolamiz, balki u shovqinning, desibelining qulog'iga ta'siri va bu orqali eshitiladigan ovozni miyaga ta'siri, uni ruhiyatiga ta'siri, bolani misol uchun olib boradigan parklarimiz yoki olib boradigan o'yingohlarimiz uni yoshiga nisbatan tavsiyasi ishlab chiqilgan. Bundan faqat o'sha onalarimiz, otalarimiz yosh farzandi bor yoshiga nisbatan hattoki o'sha nafaqat uni o'yingohlarga olib borish, parklarga olib borish, balki o'sha televideniya mahsulotlari, ularni ko'rsatish yoki ko'rmasligi, o'qib beriladigan kitoblargacha yoshga nisbatan hozir shunchalik imkoniyatlarimiz kengki, bugungi kunda o'sha bolani aniq qaysi kitob o'qishi yoki qaysi kitob o'qib berish, qaysi suratlarni ko'rish, qaysi video materiallarni ko'rish yoki qayerga borishigacha aniq tavsiyalar mavjud. Buning uchun o'sha ota-ona, yosh farzand ulg'aytirayotgan ota-ona tavsiyalardan kelib chiqib bolasiga e'tibor qiladigan bo'lsa, kelajakda har qanday yuqumli kasallik yoki ruhiy kasalliklarning oldi olingan bo'ladi. Juda ham yaxshi maslahat berdingiz, chunki men juda ham odam ko'p joylarda endi ishlaymiz-da, kasbimiz shunday.
to'y hashamlar, konsertlar bo'lishi mumkin. Ko'p e'tibor beraman aynan onajonlar, buvijonlar, o'sha hattoki endi chillasi chiqqan chaqaloqlarni ham olib kelishadi. Bo'lmasam biz ham uyda qolishimiz kerak edi-da, o'shanga olib keldik, kolyaskada bo'lsa ham deyishadi. Demak, siz aytgandek, faqat yosh jihatidan nima to'g'ri kelsa, shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qarang, ko'rsatuv boshida men sizdan belgilari haqida so'radim. Endi asoratlar haqida umumiy qilib aytdingiz. Hozir men bir narsaga amal qilamanki, bizni mentalitetimiz qo'rqitganni qabul qiladi. Afsuski. Ya'ni oldini olgan emasda, nimagadir odamlarni qo'rqitsangiz, ular ko'proq qabul qiladi. Voy, shunaqa bo'lib qolishi mumkin ekan deydi. Keling, shu xavfli asoratlarga alohida to'xtalib o'tsak. Xavfli asoratlar boya yuqorida qayd etib o'tdim. Umuman olganda nafaqat qizamiqqa qarshi vaksinatsiya, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkillashtirilgan 13 xil vaksina bu bolalarni o'limdan va invalidizatsiyadan saqlab qoladigan vaksinalar turkumi. Bolalar segmentida, bolalar populyatsiyasida kasallik juda ko'p, lekin hammasi uchun vaksina o'ylab topilmagan. Unga hojat yo'q, chunki bolalar kasal bo'lib o'tibgina o'zida antitela yoki immuniy platforma hosil qiladi. Lekin aynan mana shu 13 xil vaksina bolalarni o'limga olib keladigan yoki mayib majruhlikka olib keladigan kasalliklarga tashkil qilingan. Agar bu vaksinani olishmasa, kelajakda bolajon yo mayib majruh bo'ladi, yo vafot topadi. Buni upravляемая vaksina, ya'ni buni boshqarib bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Bu qanday baxtki, qanday yutuqki, bunaqa boshqarishga bizning qurollarimiz bor. Bu vaksina. O'sha vaksinani qilsakkina bolajonni o'limdan, mayib majruhlikdan saqlab qolamiz. Va har bitta ota-onani shu narsaga to'g'ri yondashish, aqlan, mantiqan yondashishini xohlagan bo'lardik. Tashakkur. Va keyingi savolim o'tkir osti sklerozlashgan panensefalit. Agar to'g'ri aytgan bo'lsam, chunki ko'rsatuv avvalidan, ko'rsatuv boshlanishidan avval siz bilan suhbatlashganimizda ham hozirgi jarayonlar haqida aytib o'tdingiz. To'g'risini aytsam, men qo'rqdim, chunki siz aytgan jarayonlar juda ham xavfli, juda ham katta ta'sirga ega jarayon. Keling, shu haqida batafsil gaplashsak. Men boshlab beraman va ruxsatingiz bilan mutaxassisga navbatni beramiz. Bunda o'sha SSP hozir millat oldidagi, nafaqat O'zbekiston davlati tibbiyot oldidagi, balki butun dunyo tibbiyoti oldidagi juda murakkab, o'z yechimini oxirigacha topmagan asorati hisoblanadi. Bu o'sha qizamiqni olib kelishi mumkin bo'lgan eng og'ir asoratlardan biri. Buni haqiqatda shifokorimiz aytib o'tganlaridek, o'sha eng og'ir bo'lgan asorat o'lim kuzatilishi mumkin va ungacha bo'lgan nogironlik holatlari juda ko'p qismida o'sha qizamiqqa qarshi emlanmagan va bugungi kunda o'sha o'tkir osti skleroz, panensefalit kasalligi kuzatilishi mumkin bo'lgan bolachalar eng og'ir asorat hisoblanadi. Bu o'sha haqiqatda Covid pandemiyasining ta'siri ham hozirgi kunda O'zbekiston oldidagi bu muammoda ahamiyat kasb etadi va o'sha mana eng og'ir asoratlarini aytaylikki, bugun ota-onalarimiz farzandini sog'ligiga e'tiborli bo'lsin va kelajakda o'zi sog'lom farzand ulg'aytirsin va u xalqqa, millatga xizmat qiladigan farzand bo'lsin. Bu holat o'sha Covid pandemiyasi paytida hammani o'sha uyida ushlab turdik va rejali ravishda ishlarning qolib ketganligi yoki o'sha ota-onalar kasallikdan qo'rqqan holatda uyiga qamalib o'tirib rejali emlashlarni olmaganda bugungi kunda o'sha asoratlarini ko'rsatyapti. Bu o'sha ma'lum muddat o'tgandan keyin ham bo'lsa o'sha og'ir asoratlarga olib kelyapti va bu bilan bizni markazimiz O'zbekiston Respublikasida aynan shu kasallik bilan shug'ullanayotgan markaz hisoblanadi va hozirgi kunda O'zbekistonda o'tgan oyning oxirgi, o'sha aprelning oxiri bilan ro'yxat har oy yangilab boramiz. 146 ta bemor mazkur tashxis bilan kasallangan bemorlar bizning ro'yxatimizda mavjud va davolash choralarini olib boryapmiz. Ruxsatingiz bilan bu kasallikni aniqroq ma'lumotlar haqida o'sha Bolalar milliy tibbiyot markazi nevrologiya bo'limi mudiri, oliy toifali shifokor G'iyos akaga beramiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Bizning xalqimizda
ko'pincha meningit degan kasallikni hamma biladi. Ya'ni og'ir kasalligini bilishadi. Infeksion kasalxonada yotib, har xil asoratlar bilan bu kasallik bilan hatto o'lim bilan tugashini bilishadi. Lekin panensefalit deyilayotgan kasallik undanda xavfliroq va undanda og'irroq kasallik bo'lib hisoblanadi. Meningitda faqatgina miyani bir qavatigina jarohatlansa, ensefalit degan holatda bosh miyani o'zi jarohatlanadi, ma'lum bir qismlari. Panensefalitda bosh miyani oq moddasi, kulrang moddasi, po'stloq osti tizilmalari hammasi jarohatlanib ketadi. Panensefalit mana shu aytilayotgan shu mavzuyimizda o'tkir osti skleroz oluvchi panensefalit faqatgina qizamiq virusini, qizamiq bilan kasallanib 1 yoshgacha yoki 2 yoshgacha kasallangan bolalarda 20 yoshgacha bo'lgan vaqtda 4 yil, 5 yildan keyin 20 yoshga to'lgungacha o'zini asoratlarini berishni boshlaydi. Kasallik hozirgi kunda afsus tuzalmaydigan kasalliklarning turiga kiradi. Turli xil bu kasallikni davolashda turli xil amaliy 3 xil virusga qarshi bo'lgan preparatlarni qilish, immunoglobulinlarni katta dozada qilishlik ma'lum bir darajada effekt beryapti, lekin agarda shu holat birinchi, ikkinchi kasallikning 4 bosqichi bor. Birinchi, ikkinchi bosqichda agar ulgurib qolsa, kasallik 5 yil, 10 yil invalidlik bilan qolgan umrida qolib ketish xavfi bilan, invalid bo'lib nogironlik xavfi bilan kasallik davom etishi mumkin. Lekin butkul tuzatib ketish holatlari dunyo adabiyotida keltirilmaydi. Bu kasallik haqida gapirayotganimizda mana turli xil virus, turli xil infeksiyalar bor. Bu virus infeksiyalar bosh miyada ensefalit yoki meningoensefalit chaqirishi mumkin. Lekin ularning aksari ko'p hollarda tuzalish bilan, ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda unaqa katta o'lim prognoz deyiladi. Misol uchun kasallikning oxirgi natijasi yaxshi prognoz bilan yakunlanayotgan bo'lsa, lekin qizamiqdan keyingi mana xususan 19-20-yilda 2019-2020 yilda 2 yoshgacha qizamiq bo'lib o'tgan bolalar bir xillari emlashga ulgurmagan va bir xillari uyda qolib ketishgan va shunaqangi bir holatda qizamiq o'tkazgan bolalarda 4 yil, 5 yildan keyin mana 24-25-yillarga kelib kasallik avj olishni boshladi. Xosatan 23-aprel holatiga bizda 146 ta bemor panensefalit, ya'ni o'tkir osti skleroz oluvchi panensefalit tashxisi bilan ro'yxatga qo'yilgan. Bizning markazimizda o'tgan yili 57 ta bolalarda bu tashxis og'ir tashxis bo'lganligi sababli, ya'ni ota-onalar juda ko'p joylarga murojaat qilishyapti. Yurib turgan bola qizamiq o'tkazdi. Qizamiq o'tkazgandan keyin 4 yil, 5 yildan keyin bola birdaniga gapirishi buzilyapti yoki xulqiy buzilishlar boshlanyapti va bu bola ota-onaga har xil doktorlarga borishyapti. Bu qon kam yoki misol uchun charchagan yoki ovqat kam yeyapti deyiladi. Bu kasallikning birinchi bosqichi shunda o'tib ketadi. Kasallikning ikkinchi bosqichida u o'sha yaqqol ko'rinishni boshlaydi. Bu bosqichda o'sha mioklonik talvasalar, bola yurib turgan bola o'zini birdan otib yorishni boshlaydi. Orqaga qoqilib ketadi, yiqilishni boshlaydi, boshini tashlashni boshlaydi va bu bolalarda mushaklarning tonusi ortib, tutqanoq xurujlari, ya'ni juda ham qattiq tutqanoq, odatiy dori vositalariga tobe bo'lmayotgan tutqanoq xurujlari kuzatila boshlaydi. Biz ham shu markazimizda bunday bolalar tushayotganda hattoki 3 talab tutqanoqqa qarshi, turli xil gruppada 3 talab tutqanoqqa qarshi dorilar qilganimizda ham bu dori vositalari kor qilmayotganini ko'rdik. Va oxiri o'sha klonazepam degan preparatimiz, bu preparatni ham Sog'liqni saqlash vazirligi orqali bir necha marta ota-onalar murojaatidan keyin bu dori qonuniy qilib O'zbekiston hududiga olib kirildi va shu dori vositasini fonida tutqanoq xurujlari kamaydi. Lekin kasallik to'xtamadi. Kasallik keyingi bosqichga o'tishni boshladi. Bu 3-bosqichida bola endilikda o'zini ota-onasini tanimasdan, tonuslari oshib ketgan holatda, yurmasdan, gapirmasdan, tasavvur qilsangiz, 6 oy oldin yaxshi yurgan bola yotoq holatiga kelib qolgan. Va undan keyingi bosqich 4-bosqichda bu terminal bosqich. Bu holatda bola o'sha terminal holatda, ya'ni koma holatiga tushishi va mushaklarning tonusi butkul bo'shashib ketadi va bu holat, ya'ni yaqin kunlarda bolaning o'limiga sabab bo'lish holati bilan yakunlanyapti. Bu kasallikni tegini olib qarasak, mana
tarixda ham bu kasallik bo'lgan. O'sha 1933-yilda Rudolf Yang bu kasallik haqida va bu kasallikni klassifikatsiyalarini misol uchun yozishgan. Hattoki 1969-yilda shu kasallikni klassifikatsiyasi 4 bosqichli klassifikatsiyasi hozirgacha o'zgarmagan. Bu kasallik u paytda ham bo'lgan, lekin emlash vositasi, ya'ni qizamiqqa qarshi emlash boshlangandan so'ng shu sababli kasallikni odamlar populyatsiyasida kamayib ketishi kuzatilgan. Xosatan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda emlansa o'zini natijasi juda yuqori, juda ham yaxshi natijalar kuzatilyapti. Chunki 2 yoshdan katta bolalarda kasallik juda ham og'ir asoratlar bermayapti, lekin 2 yoshgacha bolalar emlanmagan bo'lsa, bu kasallik o'zi juda ham og'ir va jiddiy asoratlarni ko'rsatyapti. Bu kasallik haqida gapirilayotganda kasallikni tashxislash va uni davolash masalasi hamma ota-onani qiziqtiradi. Chunki soppa-sog' yurib turgan bolani birdaniga nogiron holatga tushib qolishi hamma ota-onani, hattoki u hamma narsaga tayyor. Hattoki biz boshida bu tashxisni qo'yayotganimizda faqatgina bolani klinik holati, boladagi o'sha MRTdagi o'zgarishlarga qarab turib tashxislarni qo'ygan bo'lsak, bir xil ota-onalar Turkiya davlatiga yoki masalan Hindiston davlatiga olib borishdi va u yerda ham shu kasallikni, ya'ni tasdiqlashdi va 56 nafar boladan mana shu 57 ta bolani biz orqa miya suyuqligini tekshirgan bo'lsak, 2024-yil. O'shalardan faqatgina o'zi bir bola kasal bo'lmagan edi. Qolgan hammasi kasal bo'lgan. 57 nafar bola kasal bo'lgan, bir bola kasal bo'lmagan. 57 nafar boladan 56 tasini hammasida mana shu o'tkir osti sklerozli pankreatit tashxisi tasdiqlandi. Va bu diagnozni qo'yishimizda albatta biz ustozlarimiz shu O'zbekiston Respublikasi bosh nevropatologi Shonor Shomurozovich bilan, ya'ni infeksionistlar bilan maslahatlashilgan holatda tashxis qo'yildi va bugungi kunda kasallikni erta bosqichi tezroq aniqlab, o'sha traynoid protivirusli terapiya deyishadi, 3 ta protivirus terapiyasi amalga oshirilyapti. Endi bu butun dunyo standartlarida hammasida bu to'g'ri qilinadi yoki hammasida 100% effekt beradi degani emas, lekin shu dorilar qilinayotganda bizning bolajonlarda ma'lum bir jarayon to'xtab qolyapti va afsus ular keyingi holatda qolgan umrda nogironlik holatiga yo'liqib qolishyapti. Hozir juda ham bir qo'rqinchli kartina ko'z oldimga keldida, chunki eng yomon tomoni ota-onalarni bilmasligi ekan. Chunki kasallikdan keyin farzandim tuzaldi, oyoqqa turdi deb ota-ona xursand bo'ladi-da, lekin bir necha yil o'tgandan keyin o'z asoratlarini ko'rsatishni boshlaganda albatta har qanday ota-ona sarosimaga tushadi. Bu kasallik yuqumlimi yoki faqat qizamiqni asorati sifatida keladimi? Faqat qizamiqni asorati. Demak, o'z-o'zidan yuqmaydi. Bu misol uchun bu farzand, bu bola 1-2 yoshgacha biz hozir kuzatayotgan holat 2 yoshgacha emlanmagan bolalar va 2 yoshgacha kasal qizamiq bilan kasallangan bolalarda 4 yil, 5 yildan keyin hozirgi kunda biz 25-yil 23-aprel holatiga 146 nafar bolalar bizning hisobimizda hozir turibdi. Demak, teletomoshabinlarimizga siz aytgan ma'lumotni yetkazamiz. Yuqumli emas, faqatgina kasallikni asorati sifatida keladi. Muxlisimizdan kelgan savol bor. O'g'lim 12 yoshda 7-8 oylik paytida qizamiq bo'lgan, qizamiqqa qarshi emlashni kasallikdan so'ng olganmiz. 10 yoshga to'lganda birdaniga ko'zlari yaxshi ko'rmay qoldi va xotirasi sustlasha boshladi. Qo'l oyoqlarida ham harakatlari cheklana boshlandi. Uzoq tekshiruvlardan so'ng shifokorlar unga o'tkir osti sklerozlashgan panensefalit tashxisini qo'yishdi va bu qizamiq kasalligini asorati ekanligini aytishdi. O'g'lim chaqaloqligida qizamiq bo'lgan bo'lsa, shuncha yil o'tgandan keyin ham asorati kelib chiqishi mumkin debdilar. Bu savolga javob berdik. Agarda qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Qo'shimcha haqiqatda markazimizning maqsadi ham o'sha O'zbekistonda kuzatilishi mumkin bo'lgan yangi kasalliklar, bolalarda kuzatilishi mumkin bo'lgan yangi kasalliklar, jahon tajribasini o'rganish, yuqori texnologik amaliyotlarni o'zlashtirish va uni butun O'zbekiston bo'ylab tatbiq qilishdan iborat. Asosiy oldimizga qo'yilgan vazifa shu panensefalit doirasida ham shu oldimizga qo'ygan vazifani ijrosini ta'minlash maqsadida barcha hududlarda o'sha bolalar nevrolog shifokorlari markazimizga yig'ilib, o'sha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi boshchiligida o'sha kafedra mudiralari, kafedra professor o'qituvchilari hamda bizning markazimizda
o'sha mazkur kasallikni qo'yiladigan tashxisni erta davrda aniqlash va uni o'sha hozirgi kunda dunyo tajribasida qo'llanilayotgan tavsiyalar asosida davolanish yo'lga qo'yilgan. Bu kasallikni kuzatilishi, boshlanishi, unga qo'yiladigan tashxis va davolash muolajalarini barcha hudud bosh nevropatologlarga o'rgatilgan. O'sha bemorimizga tavsiyamiz hududiy bolalar nevrolog shifokoriga murojaat qilishi yoki bizning markazimizga murojaat qilib kelinishi. Bu qayta holatlar kuzatilayotganligi uchun o'sha bolaning immunitetining ta'siri yoki unda qo'shimcha kasalliklarning mavjudligi uni aniq ajratib olib va aniq tashxislash va shu qo'yilgan aniq tashxislarga butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining bergan tavsiyalari bo'yicha davolash choralarini olib borishni tavsiya qilamiz. Mana hozir davolash choralari deyapmiz. Kimdadir afsuski o'lim bilan nihoya topadi, kimdir masalan yura olmaydigan, tura olmaydigan darajaga borib qoladi, ya'ni invalidni solishi mumkin. Davolash chorasi deganda ota-onalar nimani ko'z oldiga keltirish kerak? O'sha поддерживающий qanaqa terapiyanimi yoki baribir davolash mumkinmi? Kichkina qadamlar bilan bo'lsa ham. Bu mana aytyapmiz, 146 ta ro'yxatga olingan jami O'zbekistonda 146 ta bemor aynan shu tashxis bilan ro'yxatga olingan. Bu degani juda kam sonli va oldin juda kam uchragan bo'lsa ham aniq shunday tashxis qo'yilmagan kasallik hisoblanadi. Bu yerda ota-onalarimiz qandaydir bolada noodatiy holat kuzatildimi? Hozir mana hurmatli prezidentimiz tomonidan nima tavsiyalar berilyapti? O'sha birlamchi tibbiyotni rivojlantirish va birlamchi bosqichda erta davrda kasallikni aniqlash. Har bitta fuqaro O'zbekistonning o'sha 37 milliondan ortiq fuqarosi o'sha tibbiy nazorat ostiga olingan. Mana 1978-yil butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'sha Almatada o'tkazilgan yig'ilishda har bitta aholi yoki har bitta fuqaro hech bo'lmasa o'rta tibbiy xodimi nazorat ostida bo'lishi kerak degan tavsiya ishlab chiqilgan qariyb bundan 50 yil oldin. Va hozirgi kunda hurmatli prezidentimizning ham har bitta o'sha shifokorlarga yoki shifokor tizimi rahbarlariga qo'yayotgan talablari birlamchi tibbiyotni rivojlantirish va kasallikni uni yuzaga kelishidan oldini olish hamda yoki erta davrda aniqlash. Kasallikni oldini olsak shuncha salomatlik uchun yaxshi yoki erta davrda aniqlasak davolash uchun shuncha yaxshi natijalarga erishamiz. Bolasida har qanday noodatiy holat kuzatilganida o'zini patronaj hamshirasi va oilaviy shifokoriga murojaat qilinishi kerak. O'zbekistonda bugungi kunda har bitta fuqaro o'rta tibbiy xodim hamda oilaviy shifokori bilan qamrab olingan. Murojaat qilishlari va ularni tavsiyasiga va yo'llanmasiga binoan oilaviy shifokorlik punkti, oilaviy poliklinikalar yoki o'sha ko'p tarmoqli tibbiy poliklinikalarga murojaat qiladi va u yerdagi tor doiradagi mutaxassislarni birlamchi ko'rigi tavsiyasi orqali yuqori malakali yoki tor doiradagi ixtisoslashtirilgan mutaxassislar ko'rigiga yuboriladi hamda kasallikka erta davrda tashxis qo'yiladi. Erta davrda tashxis qo'yilgan mazkur holatlar birinchi, ikkinchi bosqichlarida davolash choralari o'sha virusga qarshi 3 ta preparat yordamida yoki o'sha butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyasiga asosan davolash choralari olib borilsa, asoratining oldi olinadi. To'liq davolanadigan holat emas, lekin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlarining oldi olinadi. Bu kasallikni mana tashxis qo'yildi, qo'ldan kelgancha bolaga yordam berildi. Undan keyin reabilitatsiya davri ham bormi? Misol uchun baribir deylik qo'pol qilib aytganda oyog'i yoki qo'li ishlamayapti. Uni keyinchalik reabilitatsiya yordamida oyoqqa qo'ysa bo'ladimi bolani? Albatta, asoratlangan har bir holatda reabilitatsiyaning tutgan o'rni juda muhim hisoblanadi. Butun dunyoda alohida reabilitatsiya markazlari mavjud. Ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarining huzurida reabilitatsiya markazlari mavjud. Va shu haqiqatda bizning markazimiz 4-darajali hurmatli prezidentimizning loyihalari hisoblanganligi uchun reabilitatsiya markazi ham markazimiz ichiga tashkil qilingan va bu o'zining mazkur kasallikda ham samarali natijalarini ko'rsatmoqda. O'sha aynan shu kasalni reabilitatsiyasi bo'yicha markazimizning reabilitatsiya bo'limi mudiri mutaxassisiga so'zni bersak, aniq ma'lumot beradilar. Xush kelibsiz, marhamat. Bu kasallik bo'yicha hamkasblarimiz tomonidan yetarlicha ma'lumotlar berildi.
Bu kasallik asosan nerv tizimini, nerv sistemasini zararlagani hisobiga u boshqaradigan barcha organlar, ichki a'zolar yoki muskullar, bo'g'imlar buni oqibatida zararlanadi. Va bolajonlar ko'proq boshida kuzatiladi, birdaniga yiqilib tushishi kuzatilishi mumkin yoki xotira susayishi, yurgan paytida yiqilib tushish holatlari yoki og'riq bilan boshlanishi mumkin. Va undan keyin kasallik o'z-o'zidan tezlashib, kuchayib boradi. Biz ko'rgan paytimizda bemor ahvoliga qarab turib, nevrologlar bilan, ya'ni davolovchi shifokor bilan birgalikda, hamjihatlikda reabilitatsion shu reja ishlab chiqamiz va har bitta bola uchun bu individual hisoblanadi. Bolani ahvoliga qarab, biz o'zimizning shkalalarimiz bor, o'sha bo'yicha bolani baholab, unga mos bo'lgan reabilitatsion muolajalar buyuramiz va ular bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Va markazimizda, mana respublikamizda birinchi marta osteopatiya texnikalarini qo'llash yordamida dimlangan zotiljam, ya'ni o'pka shamollikda buni hisobiga, bu nimani hisobiga? Shu nafas markazlarini zararlagani hisobiga yoki talvasaga qarshi bo'lgan dorilarni bu nojo'ya ta'siri hisobiga bolada diafragma muskuli, eng katta, eng nafas olishimizda qatnashadigan muskul faoliyati sustlashadi. Buni hisobiga bolajonda nafas olish qiyinlashadi. Bu saturatsiyani, qonda kislorod miqdorining kamayishiga va o'pkada balg'am suv yig'ishiga olib keladi. Va ushbu holatlar ikkinchi muammoga keltirib chiqadi. Bolajon o'zi ahvoli og'ir va qo'shimcha kasallik rivojlanib boshladi. Bu holatda esa bizni shu osteopatiya texnikasi, ya'ni diafragmani stimullovchi texnikani qo'llaganimizda bolajonda shu yaxshi dinamikaga, yaxshi effektlarga, diafragma holatini qayta tiklashimizga va bolajon balg'amni o'zi mustaqil ravishda ajratishiga sababchi bo'ldi ushbu texnika. Va aynan bu texnikani chiqargan asoschisi haqida ozgincha gapirib o'tmoqchi edim, chunki bugungi mavzuga bu juda ham yaqin bo'lgani uchun. Marhamat. Andrew Taylor Still 1874-yil 22-iyunda asos solgan bu osteopatiya terminiga. Bu yo'nalishni ochganiga sabab bo'lishi ham ayoli va 2 nafar farzandi yuqumli kasallikdan vafot etadi. O'zi shifokor bo'lgani bilan, xirurg bo'lgani bilan va tushunib yetadi, meditsinada chora yo'q ekan. Endi 19-asr haqida gapiryapmiz. Bu paytda hali emlashlar bo'lmagan va boshqa yo'ldan borish haqida o'ylashni boshlaydi. Osteopatiyani qiladigan asosiy vazifasi ham kasallikni davolash emas, kasallikni davolashga sharoit yaratib berish. Siz kasallik bilan chalindingiz, baribir organizm sizni davolash kerak normada. Immun sistemangiz agar yaxshi ishlasa, agarda qanaqadir nomutanosibliklar yoki qandaydir disfunksiyalar deb ataymiz bu narsani bo'ladigan bo'lsa, organizmda immunitet sistemasi past bo'ladi. Bizning asosiy vazifamiz buni to'g'ri korreksiya qilish oqibatida organizmni o'zini o'zi tiklaydigan holatga keltirib qo'yish. U yo'g'ini organizm o'zi amalga oshiradi. Ya'ni bu holatda yana bir asoratlardan bittasi disfagiya holatlari, ya'ni yutishda qiynalish holatlari ham kuzatiladi ushbu bolajonlarimizda. Buni ham asosiy markazlari, sabablari shu chaynash yoki yutish muskullarini boshqaruvchi nerv markazlarining zararlanishi. Buni hisobiga bolajonda yutish muammolari paydo bo'ladi. Va ushbu texnikalarni qo'llaganimiz bilan, ya'ni boshda qon aylanishini yaxshilovchi yoki ushbu markazlar faoliyatini stimullovchi texnikalar qo'llaganimizda disfagiya holatlaridan qutulganligi, ya'ni bolajonlar yanada zond orqali emas, o'zlari mustaqil ravishda yuta boshlashlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, yaxshigina yutuqlarga erishganmiz. Qo'ldan kelgancha markazimizda davolanayotgan ota-onalarga qo'llayotgan texnikamizni, ular ham qo'llashi mumkin bo'lgan texnikalarni o'rgatishga harakat qilamiz. Chunki har doim ota-ona bolani yonida bo'lgani uchun, 24 ga 7 yonida bo'lgani uchun eng birinchi shifokor ota-ona hisoblanadi. Shuning uchun ularga ham ko'proq o'rgatishga harakat qilamiz. Keyinchalik yana agar harakat bo'yicha muammolari bo'lsa, kontrakturalar, bo'g'imlarning qotib qolishini oldini olish maqsadida davolovchi badan tarbiya, ya'ni bo'g'imlarni o'zini mashq qilish yordamida yordam berish mumkin. Qancha erta yordam berilsa, bolajonda shuncha kam asorat qoladi. Shuning uchun har bitta holatda har bir kasal bolajonga individual yondashuv
yo'lga qo'yilgan. Bu juda ham yaxshi, chunki ba'zi hollarda masalan chekka tumanlarda eshitib qolamanda bolamga yordam bera olmayapman deydi. Agar hozir mana shunday markazlar ko'paysa, O'zbekiston bo'ylab siz aytayotgan yo'nalishdagi shifokorlar ham ko'paysa, demak, aynan nafaqat bu kasallikka duchor bo'lgan, umuman olganda bolajonlarimizni o'sha yaxshi bo'lmagan holatdan chiqarish uchun yordam bergan bo'lardik. Agar adashmasam, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidanman. Hozir xasta bo'lman ko'rsatuvini ko'ryapman hozir. Xo'p. Mening 25 yoshga to'lgan o'g'lim bor. Sog'lom, Xudoga shukr. Lekin 2000-yilda tug'ilganida bizda nimalar rayonlarimiz endi juda nima edi, kam chaqaloq tug'iladigan joylar edi. Tuydalab prezga urardi qizamiqqa. Meni o'g'lim o'sha qizamiqqa prezga qilinmasdan qolgan. Hozir men ko'rsatuvingizda juda qiziqib ko'raman har nimasini, sonini. Men qiziqib qoldim. O'g'lim prezga qilinmagan. Studentlikdan o'tib mana hozir ishlab yuribdi, lekin qo'rqyapman. Men onaman-ku. Nima bo'lar ekan prezga qilinmagan deb. Hozir demak mutaxassislar bor, savolingizga javob berishadi. Marhamat, kim javob beradi? Agar savolni eshitgan bo'lsangiz, demak o'g'illari agar adashmasam 25 yosh dedilar, qizamiqqa qarshi privivka olmaganlar, lekin ona sifatida hozir o'ylayaptilar, balki shu yoshda ham privivka olsa bo'ladimi, yo'qmi deb murojaat qilyaptilar. Ha, albatta, privivkani xususan shu qizamiqqa qarshi privivkani 35 yoshgacha olsa bo'ladi. Demak, olinmagan ular bir karra olishadi. Mana 5 yoshgacha, 6 yoshgacha bo'lgan bola 2 karra olsa, 6 yoshdan oshgan odamlarda bir karra olsa yetarli bo'ladi. Ular ham KPK oladimi? Yoki qizamiq o'zini alohida? KPK olinadi. KPK olinadi. Chunki paratit krasnuxa ham bor-da. Tepki bilan qizamiqqa xavfliligi shundaki, bu tug'ilmagan, tug'ilgan va qaysidir sabablarga ko'ra vaksina ola olmaydigan bolalarning himoyasi. Bu hattoki balandparvoz gap bo'lsa ham aytamanki, insoniylik burchi. Qaysidir sabablarga ko'ra bola vaksina ola olmasa, o'shalarga yuqtirib qo'ymaslik uchun hamma inson vaksina ola olsa, o'sha vaksina ola olmaydigan bolalarga himoya bo'ladi. Tarqalishini oldini oladi. Lekin hozir mana muxlisimizga ham rahmat demoqchiman, chunki farzandlarining yoshi katta bo'lishiga qaramasdan qayg'urib shu savol bilan murojaat qildilar. Yana savollarimiz bor. Yoshim 53 ta, bolaligimda qizamiq bilan kasallanganman. Hozirda oyoqlarimda qichishish bor. Bu qizamiqdan qolgan asorat bo'lishi mumkinmi debdilar. Odatda oyoqlardagi qichishish qizamiqqa bog'liq bo'lmaydi. Agarda bu biz hozir gaplashgan holat va sanab o'tilgan og'ir holatlar 2 yoshgacha emlanmagan bolalarning holati, lekin qichishish bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa, ular dermatologga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Endi ba'zida yosh katta odamda qon aylanishi, oyoqlarda qon aylanishi buzilishi bilan agarda o'tayotgan qandaydir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unda Doppler qildirib, angiochirurg maslahati ham kerak bo'ladi. Birinchi dermatolog ko'rish kerak. Tashakkur. Qizamiqda isitma ko'tarilganda spirt bilan isitmani tushirsa bo'ladimi? Spirt bo'lishi shart emas, oddiy iliq suv bilan tushirish o'zi yetarli bo'ladi. Va agar bolalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bolalar segmentida, bolalar populyatsiyasida paracetamol va ibuprofen dorilari ruxsat etilgan va shulardan foydalanish kerak va me'yori bilish kerak. Sutkasiga 4 martadan oshiq berish tavsiya qilinmaydi. Agar 4 martadan oshiq berishga ehtiyoj bo'lsa, demak bolajonni fizik yo'llar bilan issig'ini tushirish kerak. Ya'ni boshiga ho'l chochiq, ko'proq suyuqlik berish, iliq suv bilan badanni artish, dushga olib kirib cho'miltirish, tog'oraga suv solib o'tkazib o'yinchoqlarni bersa, bolajonning temperaturasi birmuncha tushadi. Dorilarni normal temperaturagacha tushirishga ham harakat qilishmasin. Bolajonga temperaturasi ko'tarilganda dori bergan vositasi birmuncha tushirdi. Masalan, 39 edi, 38,5 gacha tushdi, lekin bolani biroz kayfiyati oshdi. Bolajon o'zi to'polonlar qilib, ozgina o'yinchoqlarni o'ynash boshladi. Shuni o'zi yetarli. Uni normal temperaturaga tushirishga harakat qilishmasin. Bu kun davomida
normani oshib ketish va bolajonga ziyon yetkazish, o'sha issiq tushiradigan dorilarni ziyon yetkazishga olib kelishi mumkin. Shunaqa xavfi bor. Qizamiqqa chalingan bolani kasalxonaga olib borish kerakmi yoki uyda davolasa ham bo'ladimi? Uni darajalari bor. Yengil darajasini uyda davolasa ham bo'ladi. O'rta og'ir va og'ir darajalarini bolajonni o'sha kasalxonada davolash kerak. Bu infeksion kasalxonalarida bo'ladi. Bu kelayotgan asoratlarga bog'liq. Agar o'pkadagi muammo bo'lsa yoki ko'zdagi muammo bo'lsa, chunki bu ko'rlik bilan, o'pkadagi zotiljam bilan bog'liq. Saturatsiya tushadigan bo'lsa, pnevmoniya holatlari bo'lsa, uni o'zini parametrlari bor. Demak, u kasalxonada. Agar bu qadar kuchlik asorat bo'lmagan bo'lsa, uy sharoitida davolasa ham bo'ladi. Lekin o'sha epidemiologik holatni inobatga olgan holatda, ya'ni kim bolajonni boshqa bolalardan ayri holatda ushlash kerak, uni kundalik ehtiyojlari uchun ishlatiladigan buyumlar, ya'ni idish tovoqlari, sochiqlari, kiyimlari, o'yinchoqlari ayri bo'lishi kerak va 30 kungacha bu kontaktni qilmasin. 21 kun, 24 kun o'zi karantin, biz 30 kungacha zapasini olamiz. Tashakkur. Bir tanishim farzandiga faqat qizamiqqa qarshi emlash oldirsam bo'ldi. Qolgan turdagi vaksinalar muhim emas, chunki qolganlari aksincha nogironlik keltirib chiqaruvchi viruslarni qo'zg'ashi mumkin deb aytdi. Bu qanchalik to'g'ri? Noto'g'ri. Men boya bunga to'xtalib o'tdi ko'rsatuv boshida har bitta rejali vaksina olish tartibi butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyasi bo'yicha ishlab chiqilgan va rejali emlashga O'zbekiston tibbiyoti kafolat beradi. U ba'zi holatlarda natijasida olib kelishi mumkin bo'lgan asoratlar undan emlashdan olganda kuzatiladigan ijobiy natijalar oldida koeffitsiyenti juda past hisoblanadi. Shu uchun tibbiyotda absolyut hech nima yo'qligini inobatga olgan holatda bitta holat yuzasidan ko'pchilikda samarali o'zini ijobiy natijasini bergan holatni tavsiya qilinadi va u tibbiyotda qo'llaniladi. Shu uchun rejali ravishda vaksina olish tavsiya qilinadi va agar ota-onalarimiz tavsiya asosida bolasini o'z paytida rejali vaksinasini olib borsa, unda bir kun kelib yuqumli kasallik asoratida olib kelishi mumkin bo'lgan og'ir asoratlarni oldi olinadi. Bitta holatda kuzatilgan kasallikni yoki kasallikni asoratini asos qilib olib yoki bitta emlanmagan bolada hech qanday kasallik bo'lmaganligini inobatga olib butun aholida shunday ekan degan xulosalarga kelish kerak emas. Bolada kerak bo'lgan har qanday ma'lumotni olish yoki bolada kuzatilayotgan har qanday noodatiy hol kuzatilganda mutaxassisga murojaat qilib, mutaxassis tavsiyasi asosida tibbiy ishlarni amalga oshirishni butun O'zbekiston xalqiga tavsiya qilib qolaman. Tashakkur. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti va pediatr sifatida ota-onalarimizga qanday maslahatlaringiz bor? Qisqacha aytib o'tishingiz mumkin. Ekran orqasida o'tirgan yurtdoshlarimizga shu narsani aytmoqchi edimki, hozirgi davrda tibbiyotda boyagi aytganimdek bolajonlarni o'limdan va mayib majruhlikdan invalidizatsiyani saqlab qoladigan eng samarali yo'l va buyuk ixtirolardan bittasi bu vaksinatsiya. Bu vaksinatsiyani qilish o'z vaqtida shart. Bolajonlar qaysidir sababga ko'ra vaksina ola olmaydigan holat bo'lsa, boyagi aytgan birlamchi immunodefitsit, ikkilamchi immunodefitsit yoki bo'lmasa VICH holatlari bo'lsa, bolajonlarni insonlarni ko'p yig'iladigan joylarga olib bormaslik yoki olib borsa ham 2 metr masofani saqlash. Uchinchidan sog'lom turmush tarzi buni amalga oshirish kerak va onajonlarni yoki uydagi bolajonimizning yaqinini o'z vaqtida tibbiy bilimini oshirib borib, asosga ega bo'lmagan har xil nomantiqiy va noodatiy xulosalarga kelmasdan mutaxassislarga murojaat qilish va o'sha to'g'ri manbalardan bilim olishsin va o'zlarini hayotlarini go'zallashtirsin va bolajonlarga sog'lom bolalikka berishsin. Shuni tilab qolaman. Tashakkur. Bugungi suhbatimiz qiziqarli va manfaatli suhbat bo'ldi, chunki meni nazdimda agarda teletomoshabinlar ichida bizni ko'rayotgan insonlar sal bo'lsa ham fikrini to'g'ri tomonga o'zgartira olsak,
bu bizni yutug'imiz bo'ladi. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bugun studiyaga kelganingiz uchun, muxlislarimizni barcha savollariga batafsil javob berganingiz uchun sizlarga katta rahmat demoqchiman. O'ylaymanki, hali bu studiyada ko'p ko'rishamiz va ko'pgina mavzularni ko'taramiz. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir haftadan so'ng ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.